svej rozmarinlarimiz. Bular soch chiqarishga nomeradi, mana necha barobar ko'p qo'shiladi rozmarin. Buni tarkibida koritsa bor, kura duba bor, kalendula bor, shalfey, krapiva deysizlarmi? Xelva bor, qora sedana bor, tabiiy qoraytiradi. Shular rangi bor, mana giyohlar rangi tabiiy qoraytiradi. Soch to'kilishini, tomirlarni mustahkam qiladi. Soch to'kilishi 10-15 kunda qoladi. Uzoq bir oyda va bir oydan keyin mayda sochlar chiqaradi bular. Qon aylanishini yaxshilaydi. Bulardan tayyorlangan spreylarimizda atziflash shunaqa zo'r kelyapti. Profilimizga kirib ko'ringlar. 100% tabiiy bizda oldi qochdi yo'q. Bir xil voy retseptingizni ko'rsatmay o'g'irlar. Rizq Allohdan o'rtoqlar. Bittasi aytibdi. Ana sotyapti, bani sotyapti. Bemalol rizq Allohdan. Mani rizqimni hech kim yeolmaydi. Shuning uchun bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Men ko'rsatib beraman ochiq oydin. Bizda hech qanaqa bir yashirinchi bir nima emas. Men bularni qaynatib tayyorlamayman. Boshqacha uch bosqichli yo'limiz bor. Chunki qaynatsa bularning tarkibidagi anaqalari kerakli vitaminlar o'ladi. O'sha uchun ham boshqacha yo'l bilan tayyorlaymiz biz.